Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çekiliş Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya teatrı, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun küçük murasimlarını planlaş ve ötküzüş. Şirketlerin teşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icra veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtış Çekiliş Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çekiliş Şirketi. Yeni əsr toy mülazimet merkezi. To somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Hayatınızdaki unutilg'isiz eslemelerini kaldırdığın toy merkezimizden texmi güzel, ma'nalik bo'lishi uchun yeni asr toy mülazimet merkezimiz her xil toy mashinalari, toy kiyim, toy girim, toy suratchiligini siz uchun tayyor qildik. Yetim esir meyitlarga bahoda alohida e'tibor qilamiz. Baxt qo'ynida jilvalangan kulkingizni ko'rish bizning nishonimiz. Undaqda darhol biz bilan aloqalashing. Yeni asr toy mülazimet merkezi. Salam, Elçi programımızın aziz iştirakçıları. Salam ustazlar, salam çıraylı kızlar. Programımızın bugünkü yeni sahne arkalık özgüçlü duygulan tamaşabın dostlar ata kılaylı dep keldik. Muhabbetinin bek köp isimleri var. Muhabbetinin bazıda ismi Perzent, bazıda ismi Mesuliyet, muhabbetinin bazıda yana ismi Aile. Muhabbetinin bazıda ismi yana ma'lum bir şehir bulup gelişi mümkün, ma'lum bir kitap veya bir istakan kahve. Hoş. Biz bugünkü programımızda muhabbetge qandaq isimlarni qo'ydiganligimizni uqmaymiz. Uni faraz qilishdan burun biz bilan birlikda programmamizda yoshlarga madad beradigan ustozlarimizni sizlarga tanishtirib o'tay. Şinjan Advokatlar Jamiyatining a'zosi, Şinjan Jasur advokatlik ish bajarish o'rnining advokati, Şinjan Ayollar birlashmasining takliflik lektori Maryamgul Ahmad advokat. Maryamgul xonum, xush kelibsiz. Davlatlik 2. darajalik psixika maslahatchisi, Ürümçi Dil Yaşma Psixika Maslahat berish markazining qurg'uvchisi Mahfuza Abdiz xonim. Mahfuza xush Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çekiliş Şirketi ajri bilan ishlagan elchi programmamizning bugungi sonining tunji qitimida biz bilan yuz ko'rishadigan yigit zodi kim bo'ladi? Qani sahnamizni kutib olaylik. Salam ustazlar, salam güzel kızlar, salam Mayra'da, davalın yaxşımı? Kamila Hasancan'ın hammalarga mehrdek salam. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Hasancan, o'zingizning faqat ismini bilyapmiz, kasbingiz haqida, oilangiz haqida ozroq to'xtalib beramsiz? Bo'ldi. Men o'zimning to'liq yurtim Aqsudan. Shu Ürümçi turib 10 yil bo'ldi. Shu Ürümçide ishlayman. Ürümçi shaharlik ommaviy qatnash shirkati. Ommaviy ko'chapsay deyman ya. Ha. Ommaviy avtobus shoferi. Ommaviy shoferi. Ilgari turmushliq bo'lganmi? Bir qitim bo'lgan. Bir qitim bo'lgan. Farzandingiz bormi? Birsi bor. Apsidimi yoki sizdimi? Menda endi lekin uni shu singlim yo'qoldi endi. Singlingiz ko'proq qarshi berdi shunami? Singlim men yo'qoldi shu. Balachilab singlingiz beqib cho'ng qilyaptimda. Demak, keyingi turmushingizda farzandingiz masalan qarshi tarafga nisbatan ko'p besim bo'lmaydi ekanda. To'g'ri, besim bo'lmaydi. Agar keyin turmush qolsammi shu singlim o'zi beqiyverdi. Men mashadini keyingi turmushimni qurib. Hozir o'ltiraqlashgan joyingiz Ürümçi. Ürümçi. Xo'sh, qani qizlar bilan erkin azat paranglashib baqsangiz bo'ladi? Qizlar bilan so'rab baqsam, sizlarni qandaroq mijoj shakldagi o'g'illarni yoqtirsizlar. O'zlarining bundan keyingi umringlarniki. O'rtaq savol, qaysini javob bersang bo'ldi. Men yoqtirdig'ini men o'zimga o'xshash bunday hip hop, bunday
Nima? Hip hop demsiz? Erkin azad uslub kiyindigan o'g'illar demoqchimi? Demak, Hasanjonning kiyinishiga nisbatan azroq fikrim bor demoqchiman. Ha, bek qop-qora kiyinibsiz. Yaman cho'ng sifat. Gayda o'zimiz yoqtirmayman deydigan va yoki "Hey, men hargiz tanımayman-ku deyman" deydigan odamlarning ajoyib nurliq bir tarafini paranglish jarayonida, suhbatlashish muhitida his qilib qolamiz. Azroq fursat beraylik, ha? O'zimizgami, qarshi tarafgami? Nadiya. Men shu o'zim tutib olgan cho'ng sho'ra qarlarni yaxshi ko'rganman. Andan keyin kiyinish tarafdimi, o'sha kostyumlarni kiyib, pokiz, ratlik surgan bo'lsa, attirlarni chashqan bolalar bo'lsa, endi yaxshi ko'rmayman. Tashqi qiyofat tarafdan-da endi pokizlikqa bakrak diqqat qiladigan bolalarni. Atir sepamsiz o'zingizga? Yoki ancha yoqtirmamsiz? Saçımı yaktırma. Yoqtiramsiz. Odatlanmagan ekansizda? Ancha muncha ichib qoldi ekansizda? Pek az. Ayda yılda bıraktım degende bunu çık kılmayım da kışlar. Aslında yok. Da ben şu an çıkmagan, da aksarak joyda oğavalani andım çıkan, andan eğir besik. Mesela öz aldığa bir iş, mesela manda iş desem, öz aldığa karar kılalaygan mesela, manda kısan buldu. Da belki nemli gap olsa mine ağzım karab, qanday qısan mayli demey manda qilayli desem, manda fikir beralaydigan ellerini yaxshi ko'raman. Siz qaysi xil tipdagi qizlarni hammadan bakroq yaxshi ko'rasiz? Bana hem de atanamni hürmetleydigan, Üllik çınaraq gapmi? atanamni hürmetleydigan, bana hem de məngü sadık, vafadır össe boldu şu kupayı. Onun başka arz talpım yok. Başqa talabınız yo'qmi? Yok. Adet şu algılgırlaş royu var menda tirishchan. Yosh farqi menda ancha cho'ng bo'lib ketmasa, men bilan tang yoki mendan kichik o'g'illarni yaxshi ko'raman. Men mijoz yaxshi bo'lsalar, meni yaxshi ko'rsalar, men uni yaxshi ko'rsam. Oldu. Yaxshi bo'lsa, ashnalar yaxshi ko'raman. Bir yılın aldı bir qaytam qatnaşqan, ma o ikinci qaytam qatnaşışım. An bize jiddiylashyapman, shunday bo'lsa-mu. Nima qildim? Endi qarashdi bu yoqdan keyin shunda ochiq yomon ko'rindi ekan. Menga bergan ta'siri shunda ochiq yomon, bir xilligi. Birisi shunda xapchiray. Shunday ta'sir berdi. Men o'ylayman, Urumchining ommaviy avtobus shoferlik xizmati bilan shug'ullanayotgan do'stlarimiz, qurdoshlarimiz yoki akalarimiz, hatto ularning ichida ayollarmi ko'p. Bularningki mening kuzatish hissiyotimda ko'pincha ig'ir besiq. Chunki ular nurg'un odamning omonligi uchun o'zining xizmat o'rniga keladi. Ochiqlanishdan sal jiroqdek his qilma. Biri eng sahar turib ishga chiqadiganlar ichida shular bor. Hasanjonlar bor. Kechroq ishdan tushadiganlar tizimligidimi dal o'sha ommaviy avtobus shoferlarimiz bor. Undan boshqa agar ular Go'zalnur aytgandek ochiq yomon bo'lib qolganida biroq qizil yeshil chiroqqa diqqat qilmagan shoferlarni birdan tillig'il tursa, allaqachon avtobusga chiqqanlarning inkasini anglab bo'lgan bo'ladi. Chunki hozir bek ochiq oshkora yashayapmiz. To'rda ochiqlanganlarning ochiqlagan hissiyoti bilan uchrashimiz, chambaraklarni kayfiyat chiqardigan o'rin qilib olganlarmi bor. Lekin bir odamning ommaviy avtobus shoferi ajab ochiq yomonkina, ajab to'liq so'zlaydigina emas, hatto chiqqan xaridorlarning kayfiyatini tinchlantirdigani ommaviy avtobus shoferlari bo'lishi mumkin. Bu mening shaxsiy fikrim. Sizning ochiqingiz yomonmi? Açığım yama emas. Hem de biz şoförler olgan gün bir xatardan birinci koyumuz çok qo'ygan vaqtda biz etgan sar ish chiqimiz undan keyin o'sha o'zimni qaytlarimiz 5 yil o'tsindan keyin. Bilan chiqqan vaqtimizning o'zida birinchi qilgan ishimiz telefonni etkizadi. Yan chiqimiz olib qo'ymaydi, sandiq saqladi, yanimiz qo'yib qo'ymaydi. Qachon ishdan tushgan vaqtda açalayım angacha bir kun kashfotib itil turdi bizniki. Demak, oila a'zolari sizni izlagan vaqtda, xizmat qilayotgan vaqtingizda aloqalash imkonlari to'vankanda siz bilan. Tövana, endi og'rib ketib qolgan vaqtda 5-10 baq chiqib qolsa, telefon ichib qarayalaymiz, baqchimay qolib qolsa, yana shu itkalat turaverdi. Onun gün yolda manqa vaqtdimi, masalan, yolda manqa vaqt mashinaning surat cheklamasi va bekat kirgan vaqtdimi 20 surat kirib 20 eshib kelsa, o'xshashini pakan qo'ydi, ishini to'xtatib qo'ydi. Ancha datmasa uni jarimasi va nurg'un ilqi sizlar diqqat qilgan yolda manqa vaqtda yo'lni kesib kelsak, uni jarimani qo'ydi. Anisi ilqisini dasturmay kelsam, shuni jarimani qo'ydi. Bizning mukofotinglardan jarimalar ko'pkan. Jariman ba'zi vaqtlarda maoshimiz jariman chiqib ketgan gapda. Ochiqlanishga imkon yo'q tanga?
Yo'q, vaqtim bo'lmaydi unga. Ha. Ham birisi endi yo'lga chiqqan bunun chiqim eng yaxshi bo'lgan bo'ladi qilmasak, bir ortara qatara kelib qolsam biz uning jarimonasi va shuni gap qilamiz, ochiqlanmaymiz qattiq, ochiqlan bo'lmaydi, mumkin bo'lmaydi biz. Qizlar bilan orlig'ingiz 5-6 metr hatta ba'zilar bilan 10 metr keldi ekan. Shuni aniq ko'rib bo'lamagan bo'lishi mumkin. Agar shaxsiyatingizga hurmat qilmay so'rab qolgan bo'lsa, javob bersangiz men tushunib bo'ldim, so'rasiz bo'ldim. Sizda azroq kuyik yarısı bor ekan. Baba, to'g'ri. Ilgari bir voqeaga yo'liqqanmi? Yo'liqqan men shu 2003-yili eng cho'ng akamning to'yini qilgan vaqtda bugungi to'yini qildik. 2003-yil 7-ayning 20 kun to'yini qilgan. 21-kunisi choy bo'ldi. 22 kunisi baydan kel qizil deb mengoy deb bir saytlardan olgan. Anglagan. Shu mengoyga yerga urtiqal jamutcha bir o'ynab berib keldi. Bu vaqtda bizni traktor vatdi. Traktorda vaqtimda shu vaqtda shu traktor mengoydan kichik vaqtim. Mengoyda 25 adam sepmagan vaqtimda qizlarni olib pek shundaq bir tik davallari bor shu. Bir taraf 100 metr tog', bir taraf cho'nqirg'an ashuna yo'l. Ashtavan aytib, men qandaq o'zim uqmayman. Traktor shundaq surib ketdi. O turimiz dastlab qo'tsilib hech yurtamadim. Arzu vaqt hech amal qilolmay o'ltirib qoldim. Bir kan vaqt hech ishimni uqmayman. Qarasam keyin qatimda shu doktorga yotganini bilmayman. Shuning bilan u yerdan shu kin o'shim doktorga yetib bir oy o'shim kelmabdi. Bir oydan keyin o'shim kelibdi. Shu vaqtda opamdan oldim. Men o'ltirgan nemishlab ketdim. Uyga kirib qoldim desam, shu vaqtning o'zida shu sürüp ketken vaqtda berib o'dilgan taq üstüde taraft üstkendikin taraf tomlab tushibdi. Men tarafga tushib ketdim. Men to'ycha jemaatning hamma tushib ketdi. Yerga qo'yma tushib ketdi. Bir qaldirib tushibdi. Meni traktor besibdigan bilan biz tushibdi. Suvdan chaqilib ketib, suv beshimni qo'yib men suvga yetibdim aslında. Mana bo'lib shuni u yerdan hammasi qopsin, men yo'q. Izlab qatardan yotgan shunday ishada. Demak, qag'allar bexatar. Qag'allarning lekin Bilib ketganlar yo'q. Lekin shu birisining qo'li sinib ketgan, birisining barmoq sinib ketgan, birisining uzoq jiga izlib ketgan, sinib ketgan ishda. Ketsak onda kadam yordar bo'ldi ham. Endi bu voqeadagi asosiy mas'uliyat kimda bo'ldi oxirida? Aslida shu menda bo'ldi-da, Sizda bo'ldimi? Endi mushundaq bir ig'ir kashmishni boshdan kechirib, yana qaytadan avtobus shofiri bo'lishga petin olapsiz. Endi odam deydi, yo'l tutganda cho'qim bir aslimalarni o'ylab qolamiz-ku. Bu lekin traktorlar avtobusning shakli o'xshamaydi-ku. Traktor bo'lsa bir yezida mangdi, ekspert taqdavaladi mangdi, avtobus shahar ichida tuz yo'lda mangdi. Avtobus shofiri bo'lganingizda bir voqea sodir qilib boqmagansiz? Ancha qilib batgan qilmaymiz deyilolmaydi, ancha mashina surkab qo'ydigan, keyin taksi puldan ishlab qoldik-ku bir ichida. Men emas, mendan burun kirgan shofirlar har qanday boshqa yo'l beraqdim, ish qildim. Siz uchun men qizlardan bir savol so'rab beray. Qizlar, aranglarda mashina haydaydiganlarning xil ko'p bo'lishi mumkin. Odatda bu mashina haydab yo'lda ketayotganda avtobus shofirlarining, ya'ni ommaviy avtobus haydaydiganlarning sizlarga yo'l berishini bakrak orzu qilamsizlar. Sizlar yo'l berishni xohlab qolamsizlar. Odat men mashina haydagan vaqtimda amal bor avtobus shofirlariga yo'l berma. Bizga yo'l berish kerakmikin deb o'ylaydiganlar yoki mushunda xiyolda bo'ladiganlar bormi? Masalan, bizim ciddi mağımız, bulam ciddi mağduda. Hem de köpenç adamlar neyim deydiz, avtobusning şoförleri bilen taksinin şoförleri pek eski dep turib oldichu. Hem bu nememiz bilimiz ku. Ba'zi vaqt pek qistap adam ciddi, mesela manga vaqtda mesela da qarab ciddi meniyotqamsa to'xtatib, mana sal ciddi shu o'xshaydi deb to'xtab turmiz. Mesela biz shaxsiy mashina haydab qo'yotgandami, yaynimizdan ya birisi yandab o'tganda yoki oqimizni to'xtamay chiroq bergan vaqtda, to'xtab turib, mana ciddi ish ekan, men sal aldirmagan mana yo'l beray deb o'tkazib yetimiz. Mesela bu taksi şoförlerinkini pek bilmeymen, lekin avtobusning şoförleri hem köpünç vaqt aşta qistap qalqdı, menam açığım ki ba'zida yandab qo'yma. Avtobusda az deganda 20-30 odamni ish o'rniga yetkazish uchun mangizlar. Shunga kichik mashina haydayotganlar ishib kelsa 4 odam bor bir mashinada. Shunga bularning soni bilan avtobusdagi odamlar bilan selishtirib, tabiiy bizga yo'l bas bulamdi nima deganda o'ylab qolamsizlar ya. O'ylab qolamiz, ko'pchilikning manfaati deb. Uni o'ylaymiz, lekin biz majbur yo'l beramiz. Biz oldin o'tib kelsa o'tmasin, beradi shuni oldin ma'man deb menqilib qilib qolsa, biz chuqur majbur to'xtab olamiz. Ha, demak sizlarning qoidanglarda sizlarning yo'l berishinglarni ta'kidlaydi. Oldi cho'ng vejoniga bir nima bor, xatolik deb shuning xatolikni ichida birisi cho'ng vejon birisi yo'lga yo'l bermaslik. Unda bo'lsa Nadiya, sizga yo'l bermagan shofir cho'qim jarimani yeb ketdi.
ko'nglingizni menda tasalli beray. Agarda- Ochig'ingiz kapdi-ku yo'l bermidi deb. U yoq cho'qim jarimani bilan bu jazoni o'rindab bo'ldi. To'g'ri. Agar mana shu birimdal menib qolib, mal to'xtab olgan bo'lsa, men menib kelib bo'lib qolsak, jankun bizni ko'rib ko'rgan qillar sen yo'l bermabsan deb shu 6 ko'p akan qo'ydi, 13 kun tortdi, shu 2 oy to'xtadi bizni. Majbur qildi. Sizlarning majburiyatinglar. Shunga shu bir fe'l menib qilib qolsa biz onu qo'msaq har vaqt qo'rqamiz. Bo'lsa fe'l qilib menib qolmasa, yoki biz menib qolsa biz menib kelmasdan burun itkaslab o'ylaymiz. Bu menib to'xtab qolgan bo'lsa biz menib kelsak, yana bu yerda biz jim turib olsak bo'ldi, vaqt bizga yoqmaydi. Shunga majbur yo'l beramiz bular, men sevmaydi. Ota-onangiz nerede? Aqsuda. Aqsuda. Agar to'y qilib qolsangiz, ular Aqsuda turaverdi shunama. Aqsuda Siz turaverdi. Urumchida o'tiraverasiz. Ha, Urumchida turaverdi. Qizlardan to'liqlab so'raydiganingiz bormi birinchi bosqichda? Bundan keyin shu masalan bir asonlarni yoqtirib qolmay chiqib ketib qolsam, davomli Urumchida turamizlar yoki endi hozir Urumchidan boshlanib bilmayman-ku men endi. Hem sirtma o'qib qolsam ketamizlar keyin. Ma'lum vaqtlardan keyin. Aldı keyin ular bir aygacha Aqsuga qaytaman. Aqsuga qaytib ketamsiz. Urumchida turmaysiz. Yo'q. Urumchida bir yilda turdim. Urumchi tez menga mos kelmaydigan his qilib qoldim. Shunga yurtim qaytib ketib aşağıda xizmat qilib qilaymikin deb o'ylashdim. Men o'yladim endi men ketmayman-chu qattilar. Mishqadiga vaqt mashahargamda urilishib, nopsiq bo'lib degandek turib qoldim endi yerda. Onasiga begim sortlab ishladim 11 yildan oshdi, 12 yil qadam qilmadi. Shunga bunisi mashad ishlab, keyin turmushimni oxirgi mash Urumchida oyoqlashtiray deb o'ylashyapman. Keyingi hayotingizni davomli Urumchida o'tkazish planingiz bor. Ha, Urumchida. To'liqlab so'raydigan savollaringlar bormi hammanglarning? Undaq bo'lsa biz ikkinchi bosqichga kirdik. Qani, ekranga marhamat. Mangmoqchima? Voy. Yadımda battı. Ciddi ciddi. Unuttuk ağzımda karam. Hey. Eskiden kanun battı. Yükümüze puan yaptım battı. Sizin de var. Devalayın. Sizin daim kışımda buluşunuz benim armanım. Sizin beni tanıganlığınız benim talim. Sizin beni tanışınız benim en zor bəxtim. Siz benim odaqqicha bir tal gülümdürsüz. Bugünkü 14 yıllık toy xatir günümüz mübarek olsun. Rahmat. Bo'ldi mi? Oshundan tugidi mi? Unda bir so'g'itdingiz, jingshi-pingshi, plan deydigan narsalar yo'q ekanda. Yo'q, plan bor. Qani? Ko'rishga bir necha muhim odamlar bo'lyapti. Shulardan ko'rishib yetib ishni tugatmasam, men fursat qo'ldan kelmaydi. Mesela qaytib ketdim, romantik o'tkazaylik. Oo, işte. Qo'yinglar undaq romantikligingizni. 14 yildan yoq bag'u, anglab yerib men qo'rqqan qadaq bo'lib ketdi. Bugun men yana mesela quruq gap bilan tugatmoqchiman. Men mush uyini deb sizinda paloq tushiryotiman-ku. Uy, paloqshib deb, voy sizdan boshqa erlar da o'ngdansig yetib, ko'shab yetyotdi deydi. Boshqalar turishyotdi shu, ma oila. Uyun, xizmat bo'ldi Abdushkur. Yo'q, men sizni tuyuqsiz xo'sh qilay degan. Uy, pek tuyuqsiz xo'shib ketdim. Mushning o'zi bir tuyuqsiz xo'shib ketishga. Bo'ldi, beravering ha, shikani. Ben ketdim size. Gözümü görün coma, ma öyle istemedim ha. 14 yillik to'y xatir kun ekan u, ha? To'g'ri. Endi xuddi siz 14 yillik to'y xatir kuningizni o'tkazay deyotganingizda Abduz shirkatdan telefon qilib bugun jiddiy yo'lga chiqmasang bo'lmaydi degandek bir ish bo'libdi ayada. Siz bo'lsangiz qanaqa qilardingiz? Unda bo'lib qolsa shu ruxsat so'rayman-da o chaqda. Nada ruxsat so'raysiz? Ayolingizdimi, shirkatdanmi? Shirkatdan. Ruxsat beramiz-chu. Ruxsat meni berdi deb o'ylayman. Bir kun burun desak berdi. Lekin shu kuni uzib qolsa bermaydi. Chunki oldin kuni tushdan keyin hammamiz butun bank is bo'ldi, kompyuter kirib yo'llab bo'ldi. Vaqt yetsa chiqib majbur ishlaymiz. Qonimda shu ahvol qartab qilmizga qarashlar. Endi qizlardan 14 yillik to'y turmush haqida so'rash azroq afsus. Chunki qizlar 14 kunlik to'y turmushdan boshdan kechirib baxtlangandan keyin endi men ayolning o'rnida o'zinglarni qo'yib va yoki aj yigitni akam deb faraz qilib degandek eng yaqin munosabatda bularning oilasiga yaqinlashib faraz qilib baqsanglar
Ma tuyg'u qandaq bir tuyg'u? Menimcha o'g'anda bu erning qilgani xato deb o'ylayman. Agar men o'rnida men shu ayol kishining o'rnida men bo'lib qolgan bo'lsam, men cho'qim xafalaydim. Hech bo'lmaganda degandan biradasi gul bo'lsin, appasi ayol kishi degan xo'sh bo'lib qoldi-ku. Xizmat deb xizmatni oldin qo'yish kerak, biroq birinchi bo'lib oilani oldin qo'yish kerak deb o'ylayman men. Menimcha bu erning qilgani xato. Men o'ylayman-da. Ma aksi kunduz xizmat qilsam-ku, 14 yillik to'y xatir ko'z bo'lgandan keyin oldin ala ish bo'lmaganda bir kichikroq soat bo'lsin tayyorlab, ayolim yoki xotinim degandek yaxshi gaplarni qilib, men xizmatni men tugatib kelay yoki kech kunduz o'tkazamisak, kechda bo'lsin bir yeg berib, yaxshiroq tomoq yeb kelamiz, o'tkazib beramiz, masalan, do'st birodarni chaqirib o'tkazadigan ishlar bor-ku. O'tkazib beramizmi bilib berib tomoq yeb kelaylik. 14 yil o'tkazmak bir adam bilan o'tmak haqiqatan baytaz. Ana bo'lgandan keyin men o'ldim hamda azroq bir so'g'at, bir narsani ilib yoki aykish yaxshi gap qilib, azroq ko'ngil deb qo'ygan bo'lsa, balki xotin kishi unda qilib ketmaslik mumkin hamda. Agar sizlar to'y qilgan bo'lsanglar, to'y xatir kunda qandaq sovg'atlarni ilishni xohlaysizlar? Sizdan boshlaylik. O'ynashsam bo'lamdi. Bo'ldi. Hadiya. Meni sayohatga basga deyman. Necha kun ketadi uningga? Ha. Uzuklarni, zanjirlarni Altın bo'lish kerakmi? Altın. Bana oldun ala indiler bağanın ki kumbalan evet kısa anın et soğanca da bildiğim için şibasımı bulardı. Mana shu erlar oltin uzuk epasa deb o'ylayman. Altın üzükmi? Mana shu biradasi gul bilan biratal oltin appamiz unmayman-da endi. Ben yaxşı görsem o işim hepimizin buluyordu. Gapingizda tura olamsiz? Tura deyim. Men hamda unda kunlarni pek muhim o'rinda bilmayman qilib, odatdagi mayli anda 14 kunlik muhim kunlar bo'lsin, qilib bayram, ayollar bayram deymiz, masalan bayram kunlar bo'lsin. Bayramda deb o'tdi-ku biz qizlar. Shunga o'xshash bir alaqilangman Yevropacha bo'lmasa bir kafexonalarga borib ashani biz bezab, andan keyin shundan keyin oltin uzukdan bir atal, andan keyin boshqa uning qetib torti bu degandek narsalar bilan laqi xushal xuram bir kunni o'tkazib bersa deb o'ylayman. Cho'qim Yevropacha bezaklikka bo'lish kerakmi? Ha. Hasanjon, sizning nazaringizda to'y xatir kun muhim kunmi? Muhim kun. Yoki to'liqlab o'tkazib olsaqmi bo'ldi deydigan kunmi? Hamda bo'lsa vaqtli o'tkazishimiz yaxshi. Ayolmi xo'sh bo'ldi, bizim xo'sh bo'lamiz. Hamda qat vaqt chiqarmagan vaqtda bir ish kun keyin sirib o'tkazsam bo'ldi deb o'yladim. Mahfuzada to'y xatir kunning erlar bilan ayollarga beradigan tuyğusu o'xshash bo'lamdi. To'y xatiri kunda ayollar o'zining bir muhimligini his qiladi. Demak, bayqi filmda ko'rdik. Bu er ko'nglidagi gap so'zlarni dedi, lekin 14 yil jarayonida bu ayol qayta umidsizlangan bir holat bor. 14 yilning yog'i sen shunday qilib kelding degandek. Demak, bu ayol o'zining muhimligini his qilishga ehtiyoji bor. Endi yana bir tarafdan erlar buningga nisbatan unda pek e'tibor berib ketmaydi. Ba'zilar unutilib qoldi degandek, mening yo'ldoshim ba'zi unutilib qoldi, men esga qo'ydim. Endi 14 yil bir oilada yashagan bo'lgandan keyin bu ayolning o'zining ehtiyojini o'tirib qo'yisi bo'ldi. Masalan, bir kun burun, to'y xatir kunimizga qanday o'tkazishni o'ylashyapsiz? Bu degan ikki odamning to'y xatir kuni. Bu sovg'atni yolg'iz ardilla kutish emas. Erga basim bo'ladi ba'zi ayol kishi. To'g'ri. Bizda faqat kutishlar bor bu yerda. Ma ayolda faqat kutish bor. Qandaq bir o'zining ehtiyojini ifodalash yo'q-ku. O'zining ehtiyojini ifodalamagandan keyin bu ermi bu ayolning ehtiyojiga sal qaragan. Bu sal qarash bilan bu ayol o'zining ehtiyoji qanoatlanmagandan keyin bu ayolning g'azabning piltisiga o't tutashgan desak bo'ladi. Shuna ular ochiqlanish boshlanib ketgan. 14 yil bir oila qurgandan keyin bular ehtiyojini o'tirib qo'yis bo'ldi. Bu aslida dastlabdala bir oila kirgandan keyin har qanday vaqtda biz ehtiyojimizni o'tirib qo'ysak, andan keyin mushto'g'irlik maslahatlashib qaror qilsak bo'ladi. Bayam degandek erlar bu nuqtaga pek e'tibor qilib ketmaydi, pek inchki bo'lib ketmaydi. Lekin ayollar biz o'zimizning muhimligimizni shu erning so'g'iti orqali yana bir his qilamiz-ku. Shu sababdan ayollardagi ehtiyoj qanoatlanmagandan keyin, muhimlik ehtiyoji qanoatlanmagandan keyin bularda bunga nisbatan norozilik, g'azab, nafrat
şekillenip kaldı. Rahmet. Şuna biz ihtiyacımızı iniq oturup koysak, məsləhətləşsək, həll olmaydigan iş yok. Rahmat. Hamma er kishi romantik bo'lib bo'lamaydi. Hamma er kishi bak inchik o'ylab bo'lamaydi. Balkim qisman erlarda romantiklik ham oldin astoydil muomala qilish bo'lishi mumkin. Lekin hamma er undaq bo'la olishi notayin. Shunga ayollar mahbuzadam aytgandek, oldin askarting yoki bo'lmasa muloyimgina to'y xotir kuningizning ishqinglar uchun nihoyat muhim ish ekanligini pat-pat askartib turishni odatga aylantirsangiz, demak bu erni tarbiyalab olib bo'g'idek. Xo'sh, mahbuzadam ma'bak isil gapdan birini qildik. Ayollarmi amaliyot erlarga so'g'i bas bo'ludi deb. Qizlar, to'y qilib baxmadinglar bilma. Agar to'y qilgan bo'lsanglar, to'y xotir kuninglarda sizlar sovg'at tanlash to'g'ri kelsa nima beratdinglar? Baya uzuk, Yevropacha oshxonalar tamoq yeysam degandek orzuyinglarni o'tirib qo'ydinglar-ku. Xo'sh, endi sizlar tayyor qilib beqinglar-chi, nima bersizlar? Siz o'ylashib bo'ldingizmi? Elishingizni o'ylashib bo'lmadingiz hozircha. Nima bersangiz bular? Nima sovg'at? Ben hem de adette şu oğullar bildiğin soğatlı mesela pidey, anglastok, andın şobyal. Ben toydan keyin davatman ha. Bo'laverdi. O'ylagallaringizni. Andın şarpa degandek. Bu yil sharpa bering, kelar yil soat deb bering, yana bir yil galastik deb bering degandek ha. Bo'ldi, Nadiya. Men asosan işte o'ylayman-da, o'g'illarni qarta, masalan, yarışadigan kiyim, onun yarışılan öz yaxşı görüdüğün fıngıdıkıdamdı. Anandan keyin şu şarpa, saat, ettir degandek. Ettirin soğat qilishni yaxshi ko'rmamki deyman. Erlar ettir chasibek amroqchi men. Lekin ko'pincha erlarchi Nadiya. Chashmaydi shu. Ancha vaqt chechib ketmaydi. Asa chassi bo'ldi o'g'illar ettirini. Demak, mahfuzadam aytayotgan ehtiyojchu. Biz naq mushu elchi programmasida tahlil qilishga tegishlik. Biz o'rganib beqishga tegishlik masala. İnsanning har xil ehtiyojlari bo'ladi. Xas ayollarning bo'lmaydi. Erlarning mu ayollardan kutadigan, u faqat moddiy sovg'at bo'lishi notayin. Har xil ehtiyojlari bor. Bu mu turmushmi o'rganish. Er ayollik turmush u haqiqiy bir maktab. Shunga hozir aytayotganinglar turmush qurgan menga nisbatan, turmush qurgan ishki hadimizga nisbatan ba'zi gapinglar shundoq sevimlik, ba'zi gapinglar azroq to'y qilgandan keyin biladi deb qolamiz shu. Xo'sh, Subinur siz bir nima sovg'a tayyorlaydingiz? Saqalag'ush. Saqalag'ush. Avtomatik. Andikan kostyumlarni, galstuklarni soqqiman. Ben bu qilib qalsam, hamda biroyda tug'andan keyin chuqur bayqaymizda, hamda ilqiy kombir naslari yoki bo'lmasa azlab qolgan, yoki bo'lmasa konirshab qolgan, shu nasllarni bayqab, ondan keyin beramdingiz. Men shu attir bilan piday so'qilma deb o'ylayman. Men ishga oildagilarni yig'ib bir vaqt yaxshi tomoq tayyorlab ko'nglimni shunday ifodalaydim. Men qarshi taraf nimaga amroq bo'lsa shu narsa apagim. Men o'ylayman hamda har vaqt ikkimiz o'xshash fikr almashtirib, qanday ish bo'lsa uchuq deyishib, anan so'g'rish to'g'ri kes. Birinchi bosh qizlar deb o'tgandek, attir. Men attirlik salqimizlik attir chashqa olganlarga qiziqmaychi odatda. Shuning uchun mizlik tatlıq pek kuchli emas, bir xil salqim buraydigan attirlarni chechib meni oldimda. Pakisratli kiyinib yursa, o'zim kiyim yo'q kiyimlarni apirib bir yoqdan. Shundoq yaxshi. Attir chachadigan erlarmi bor, yaxshi ko'rganlarim bor. Lekin bek ko'p deb aytamaymiz. Ko'pincha ayollar erlarga sizlardek romantik o'ylab attirilib oxirida o'zi chachidi. Baribir isrof bo'lgan turib debchi. Masalan, erlarni mashina sotadigan yerlarga opirib, garchi sharoit yor bermasmi, esil mashinalarni ko'rsatib tirishayli. Biz tirishib mushu mashinani sizga sovuq qilgan bati desangiz, balkim necha ming qo'yib attirilib berganingizdan apamigan mashina erkishini texim qo'sh qilitishi mumkin. Demak, turmush u o'rganish. Siz erkishning ehtiyojiga boqqaningizda, u g'oyat kichik boldek hatto mashina o'yinchoqlarga qiziqib qoladi. Emas bir vaqtlarda mashina tushuntirgan kitoblarni tutib ko'rib qoladi. Demak, inchiklik bilan kuzatsak, erlar bizdan bek cho'ng narsa talab qilmaydi. Kichik narsalar. U bilishimizga, kuzatishimizga, rast mehr bilan muomala qilishimizga bog'liq. Xo'sh, Maryamgilada, endi biz hozir to'ydan keyin kishilarni deyishib ketdik-ku. Bir do'stimiz mundaq bir ishga yo'l qilibdi. To'ydan burun bir yigit uni bek qo'g'lishibdi. Endi bu qizning ehtiyoji bor narsalarni so'q qilibdi, hatto ehtiyoji yo'q o'ylamagan narsalarni so'g'at qilib turibdi. G'aylarni bu qiz elishdan taptatib olmayman desimi, bu yigit men sizga so'g'at qilaman,
sizni yaxshi ko'raman, cho'qim qabul qiling deb, demak bu ish bir qancha yil davomlashibdi. Oxirida afsus bu ishkaylan to'y qilolmay qopdi. Bu vaqtda yigit tuyuq sizni yuzini o'rib, necha yildan buyon sovg'at qilganimning hammani qaytar, to'la debdi. Endi bu qiz ayni vaqtda men sana abba deganmi debdi. Endi bu yerda bu ishkaylan o'zining huquq manfaatini qanday qo'g'daydi? Qonun nuqtasidan aytganda, shu hadiya qilgan bu erning qizga nas kerak sovg'at qilishi bu hadiya buyumga kirdi. Ham hadiya buyumning qiymatining az ko'pligiga, xarakteriga qaraymiz. Hamda bu yigitning qizga shu qimmat pullik buyumlarni sovg'a qilishda menga jo'r bo'lib qolsa, men bilan muhabbatlashsa, keyin shuning bilan o'ychoq bo'lib qolsam deydigan maqsadda izchil sovg'atni bergan bo'lsa yoki qizning talabi bilan u hadiyalarni qilgan bo'lsa, buning qiymati zo'roq bo'lsa, buni sud mahkamasiga arz qilish orqali hamda erining, yigitning maqsadi amalga oshmadi. Shunlashqa qiymati zo'roq hadiya qilgan buyumlarni qaytarib olishni talab qilsa, sud mahkamasi qo'llaydi. Lekin odatdagicha jigan ishgan, mangan turgan, qizni zo'lab yurib o'zi bergan qiymati alayda zo'r bo'lmagan bundaq hadiya buyumlarni qaytarib olishni talab qilsa, sud mahkamasiga arz qilgan holatda sud mahkamasining qonun bo'yicha da'vogarning, ya'ni erning da'vo talabini qonun bo'yicha rad qiladi. Buningda sovg'at buyumniki qanday shaklda hadiya qilindi, nima maqsadda hadiya qilindi, qimmati zoti qanchalik mushtaraflarga qaraymiz. Rahmat. Ig'ir sovg'atlar, ajoyib hasham turmush hammasi baxtdan derak bermaydi. Balkim oddiy yashash, oddiy talab, oddiy ehtiyoj baxtli turmushning asosi bo'lib qolishi mumkin. Sizlar turmush qilganda texnik cho'nqur his qilasizlar. Endi biz 3-chi bosqichga kirsak bo'lamdi yoki to'liqlab so'raydiganlar bo'lsa, men yana bir qancha minut vaqt beraman. Sizningki o'zingiz shu eng yaxshi ko'radigan mijoz xarakteringiz tarafingizning bizga gapiringiz. Siz qaysi taraflardan o'zingizningki shu xarakterni, mijozingizni bakrak yaxshi ko'rsiz ham boshqalarga ham yaraydi-ku deb o'ylaysiz? Bizim ko'nglim yumshoq, oq ko'ngil, osonlikqa boshlarni o'ylab, bizam boshlar taraf sabablik ziyon tortib taraflarim bakrak chiqmanki. Chiq vaqtlarda shunday bo'lib ketaman. Endi nishqa degan vaqtda shu Urumchidan bizning bir nurg'un bolalar bor ishlayotdi. Yurtdan kelgan bolaning hammasi asosan bog'icha Urumchiga ham men telefon qildi, meni izlaydi. Mayli zo'g'ankin mening uyimda o'g'illandi. Qonib qoldi, mana shu turib ishtibkicha. Endi shu bolalarni deb uchun bo'lsa-mu, endi men unda qilmay, men ishlayman, bo'ldi boshqa yetib qolinglar. Mana shuni tahlil qildik deydisam, Ataydan aşan Urumchiga chiqib ishlayotganken, kes ko'ngil ranjib qolmas, qolib qo'yma mushlarni deb bo'lsa-mu, mush bol kelganga necha kun boshqadan ruxsat so'rab, mush bol uchun ashta dam olaman. Bo'ytaqliqda uyingiz Aqsuv Bangshu bo'lib qopti-da. Ashtaraf bo'lib qoldi. Ana lekin bolalar bu bo'y. Aqsuvdan kelganlarni. Aqsuvdan kelganlarni kutish, uzitish xizmatiga mas'uldan-a? Ashta qilma. Ham to'y turmushidan kelgan davomli ashtaq bo'lsa. Yo'q, to'y turmushidan bo'lmaydi. Hozir yolg'iz bo'lgankin deb men hamda bo'pti deb to'g'ri ishlamayman, yolg'iz bo'lgankin mayli. Aslida uning ishlari bo'lsa yo'l mangishib, qilishib degandek qilish birman. To'ydan keyin eng yaxshi amal saymaxonga aylandim. Xotinning sal ochiq yomon deb oldiga chiqmaslikmi? O'yga undaq emas. U vaqtmi chiqimiz normal joyda, oldiga chiqib, joyda kutib. Normal joyda birakni ekib, choy-poy qo'shib tomoqlar itib, birakni qilsak bo'ldi. Endi davomliq turman desam, uni biz to'g'ri tushunadigan usulda gap qilishimiz kerak da vaqtda. Bo'ldi. 3-chi bosqichga kiraylikmi? Endi bayatdan 2-chi bosqichda Nadiya Hasanjondan o'zingizning ortiqchiligini bayon qilib beqing dedi. Hasanjon turmushda o'zining oq ko'ngil, mehmondo'st tarafi borligini lekin qayda shu sababdan azroq ziyon tortadiganligi, ko'ngilning og'rib qoldiganligini aytib o'tdi. Endi biz qizlarning o'ziga qo'yib beraylik. Sizlar shu 2 bosqichlik paranglish jarayonida Hasanjonning o'zi bayqab deb bo'lamagan yoki degisi bo'lsa-mu, xijil bo'lgan bir ortiqchiligini bayqadinglarmi? Shaxsan men endi elchi programmasiga burundan bildim endi. Do'stlarimni bilan chiqaylik degandek tavsiyalarni qilgan. Men shu atrofimdagilar nimda qilar, men tek yosh do'stam. Masalan, uydagilarim ko'rsin deb qilar deganni o'ylab chiqmagan. Mahkamamizdan endi nimasiga qo'l qo'ydim menchu. Men jinimdan mas sahnaga chiqsam nim deb qolar meni. Tanış-bunuşlar ko'rib qolsin deb qilar.
qanday o'ylab qolar ko'ngilda. Demak, gapingizni yig'ib beray singlim. Siz qayta turmushga yuzlanishda irodasi bor ekan, bak g'ayratlikkan. Endi biz yoshda kichik bo'lsaqmi, sahnaga chiqqan, azroq yoshi 30 dan eshibdi deyapsiz. Biz imkon bo'lsa singlim 50 yoshdan eshib yursiz bo'ytaq bo'lsa-mu, agar shu sonimizda qizlarning yoki bo'lmasa qayta to'y turmushiga yuzlanadigan ayollarning sonini ko'paytirsak, 50 yosh, 60 yosh yursiz bo'ytaqlarning sahnamizga chiqishini tamoman qarshi olamiz. Endi ba'zida xizmat moslashtirishimiz va yoki vaqt sharoit cheklimiz tufayli o'g'illar kichikroq, qizlar cho'ng bo'lib qolgan. Qizlar bakroq kichik, o'g'illar cho'ng bo'lib qolgan sonlarimizmi yo'q emas. Biz iloji bor sizlarning ehtiyojinglar, yigitlarning talabiga asosan yosh masalasini tengshiryapmiz. Shundaqdimi yoshqi cho'nglarning chiqishi endi sizlarga qo'l qo'ydigan nuqtami emas. Menimcha nurg'un yoshqi cho'nglarning chiqqisi bor. Faqat sizlarning ko'nglinglarni yap, qizlar bakroq kichik bo'lsa, biz azar bo'lib qolmasin, sahnada turmayli deyotganlar bo'lishi mumkin. Biz bu yosh masalasini asta-asta tanishib ketaylik. Lekin rahmat sizga. Siz Hasanjonga o'zini irodlikkansiz deb maqtab beryapsiz. Xayrat qiling Hasanjon. Yana qaysi qizlar? Hasanjon, men sizni bir xil mukammal, talabchan, o'zingizni turmushingizmi menimcha qalaymiqa emas, turmushingiz shunchalik radlik sizning, shundaqmi? Odat boshqalarga qattiq talab qo'ysiz, o'zingizni nihoyat mukammal. Siz bir oila, kelgusi bir oila qurib qolsangizmi, boshqalarga qarshi tarafga qattiq talab qo'ysiz, shu oilaga bir nima deymiz, yo'lboshchi bo'la olasiz, ustoz bo'la olasiz degandek-ku. Men shunday his qildim endi. Endi shu jihatlarni o'ylagan vaqtida hamma dem yaxshi ko'rdi bunda talabchan, mukammal, mas'uliyatchanlik kuchli erkishinchu. Biroq shu bo'lmaydigan yaringiz, balangiz bor emasmi? Bo'lish qisi yo'q, to'g'ri tushunaman. Shu bo'lmasa. Hasanjon, endi sizmi qizlar tarafga yuzlanib, qaysi qizga yoki qaysi qizlarga o'zingizningki baydan beri his qilgan qizlarning ortiqchiligini yuziga deb berasiz? Qizlarning hammasining o'zishlik ortiqchiligi bor-ku bu yerda. O'zing shunday tushunchlik bir g'ayrat qilib, shunday yuksak shiat bilan sahnaga chiqibdi. O'zing keng turmush yo'lini o'ylab, sizlarni g'ayratlik davatdi bir ortiqchilik deb o'ylayman endi. Onun baş taraflarını hem de çok paranlaşıp kalmagan deken. Bu sahnaga chiqqandan o'zini bir ortiqchilik deb tushundingiz. Qizlarni irodalik deb his qildingiz. Nurg'un qizlar bor, sahnaga oldirib chiqib bo'lmaydi, qo'g'idan boshqa deb qolar, qanday bo'ladi deb deydiganlar bor endi. Lekin ham to'g'ri tushunsa, bu bizning eng chiqqan sahnamiz dal mush ilk programmasi deb o'ylayman. Mushaga chiqishning jiratqanligini o'zi dal ortiqchilik deb hisoblayman. Ismini atab turib rasmni maqtashni xohlamsiz? Hamda jiq fikrlashib qilmagan ekan, ortiqchiligini men buncha bilib ketamda, mening ko'nglimdamda ham yaxshilab o'ylayman. Qancha yo'lning mashinasini haydaysiz? Qancha 56-yo'l. 56-yo'lning mashinasini haydaydi ekan qizlar. Demak, 56-yo'lga chiqish fursati bo'lib qolsa, shu navbatlik avtobusni Hasanjon haydab qolsa, alk sahnasi tunishib qoldinglar-ku. Endi keng ishlarni keyin deysak bo'ldi. Hasanjonmi tortinchoqlik bilan endi oxirini davomlashtirishni xohlamdik. Bo'ldi, biz undaq bo'lsa mishada oxirlashtiraylik Hasanjon. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya tiyatri, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun küçük murasimlarını planlaş ve ötközüş. Şirketlerin teşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi. Yangi asr to'y mulozimat markazi. To somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Hayotingizdagi unutilg'isiz eslamalarni qoldiradigan to'y marikangizning texmi go'zal, ma'nalik bo'lishi uchun yangi asr to'y mulozimat markazimiz har xil to'y mashinalari, to'y kiyim, to'y girim, to'y suratchiligini siz uchun tayyor qildik. Yetim misr meyitlarga bahoda alohida e'tibor qilamiz. Baxt qo'ynida jilvalangan kulkingizni ko'rish bizning nishonimiz. Undaqda darhol biz bilan aloqalashing. Yangi asr to'y mulozimat markazi. Bo'ldi, biz undaq bo'lsa mishada oxirlashtiraylik Hasanjon. Bo'ldi. Chiroqlarningki
o'chirilish yoki saqlab qolinish huquqi qizlarning qo'lida. Men qizlarga ko'p xizmat ishlayamayman. Bo'ldi. Tushunasiz a? Tushundim. 3, 2, 1. Bu da kelganingizda o'zingizning hikoyasi, qizlarning esida qolg'idek o'tmishingiz va yoki qizlarni ta'sirlantirgudek buguningizni olib kelishingizni umid qilamiz. Bo'ldi. Qizlarni qoyil qilish, qizlarning vujudiga o't yiqish fursatingiz yana bor. Bo'ldi. Ma'qul. Ma'qulamsa. Hammalar xo'shsiz bo'ldi. Qani qizlar, mushu go'zal damlarda bir naqshi bilan kayfiyatimizni ko'taraylik, ha? Güzel kayfiyatlar tomoshabin do'stlarimizga mamroh bo'lg'ay. Qani. Yar yanınğa barsam mən, bətlərimni eysəm mən, gözlərinə təlmürüb yanında oltursam mən, əmdi tinmaz bu yürək, bilmedim mən nə kerek, başqalarga köymezdən seni sorar bu yürek. Alımğa bir qara, sensiz yürek yara, azaplanardım kara kara kara. Alımğa bir kara, sensiz yürek yara, azaplanardım kara kara kara. Yaşlarım yarının veslinizde, kaçan tüger bu günle, bu azabım bu dertle, azaplangan kalbimge tepilarımı çağırla, dert dolgan kalbimge tepilarımı çağırla. Halımga bir kara, sensiz yürek yara, azaplanardı kara kara. Alımğa bir kara, sensiz yürek yara, azaplanardı kara kara kara. Kara, sensiz yürek yara, azaplanardım kara kara kara. Alımğa bir kara, sensiz yürek yara, azaplanardım kara kara kara. Alımğa bir kara, sensiz yürek yara, azaplanardım kara kara kara. Alımğa bir kara, sensiz yürek yara, azaplanardım kara kara kara. Endi sahnimizda bugungi programmamizda ikkinchi bo'lib qizlarga salom beradigan yigit zodi kim? Qarab baqaylik. Yaxshimisiz ustozlar? Yaxshimisiz güzel qizlar? Tinchlikmi Mayirada? Tinchlik mo'yinim. İsmim Mehmetli, yurtum Yaken'den, Ürümçi'de uy bezakchilik ishlarini qilaman. Hozir turishlik o'rningiz, xizmatingiz Ürümchida. Ürümçi'de to'g'ri. Bu yil necha yoshlarga kirgansiz? Bu yil 24 yoshga kirdim. 24 yoshlik bezakchilik kasbi bilan shug'ullangan Mehmetli sahnimizda turibdi. Qani, paranglashsanglar bo'ldi. Mehmetli yaxshimisiz? Yaxshimi? Burun muhabbetlashib baqamdingiz? Muhabbetlashib baqan. Qancha qaytdim? 2 qitim. 2 qaytdim. Ayrılib ketdingiz qancha uzun bo'ldi? 2 yil bo'ldi. 2 yil oldu. Hozir hamda mishaga chiqib
to'y qilishga tayyorlig'ingizni bitirib, andan keyin chiqdingizmi yoki sizmi "Bular sinab baqsam, yurib baqsam" yoki to'yga yana ozroq vaqt tayyorlig'im bordi deydigandek bir o'zingizniki nimasi bilan chiqdingizmi? To'yig'imi tayyorlab bitdi, lekin qizlarni avval tushunishib beqib, bir mezgil yurgandan keyin maslashalsak, andan keyin to'y qilish. Hozir atrofingizda qizlar bormi, yo'qmi? Yo'qmi, elchi sahnasida demayman, o'zingizning sirtda qizlar bormi, yo'qmi? Ha, sirtda men qizlardan ko'p uchrashib ketmayman odatda. Uchrashib ketmayman. Kasbim uy bezashlik bo'lgandan keyin ko'proq erlar shug'ullanmayman bu kasb bilan. Fursat ko'p emaskanda qizlar bilan uchrashadigan. Shuni so'ramoqchiman. Orqali qizlar bilan uchrashadi deb chiqdim. Ha, Almira. Yaxshimisiz Mamatli? Siz uy bezakchilik qilma dedingiz, a? Oylik kirimingiz qancha? 5 mingdan 8 minggacha hozir. 5 mingdan 8 minggacha. Unda olsa ishimizning kasb faqatla maskamayga o'ylab baqsam, lekin mening kasbimni siz qabul qila olamsiz. Men bir naqshchi o'zim. Mening kasbim men kashti xizmat qilaman. Mening kasbimni siz qabul qila olamsiz. Navada men sizni yoqtirib qoldim deb qolsam. Kasbimni to'g'ri qabul qilayman, boshqa jihatlarda yaxshi chiqib qolsak. Ha, bo'ldi boshqa salim yo'q. Xarakterimiz degandachu. Navada xizmatda madadin ziyoda aldirash bo'lib, ba'zi vaqtda kunduzlarim ishlab qolgan ishlar bo'lib qolsa, masalan, Eid bayramlarda kunduzmi ishlaymiz-ku biz. Ana bo'lib qolsa, qarashtiramsiz yoki qo'llamsiz? Davomli unda bo'lsa bo'lmaydi-ku. Davomli Eid bayramlarda ishlar bo'lsa, qo'llayolmaysiz, shunami? Unda bo'lsa qo'llayolmayman. Siz masalan keyin uy tutib qolsangiz, qarshi tarafning tomoq o'xshamasligi yo bo'lmasa qilmasligini qabul qila olamiz, qilamamsiz? Qabul qila olmayman. Qabul qila olamiz. Tomoqni asosan uyg'unib ketadi deb. Masalan, tomoqni siz cho'qim ayol kishi etudi deb qaramsiz, yo bo'lmasa tang asakni bo'ldi, yo bo'lmasa bir kun sen bir kun yordamchini qarshilab olsa, sayko'kdan akirib degandek qilishib qasam bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Qizlarning o'pcha so'rab qolsam, hamda shu hammalar hozir sahnaga chiqdilar, asabda ozroq bo'lsa, kanalda to'yqim bor, to'y qilsak yoki tanishib xarakterimiz moslashib qolsa, to'y qilsak deb o'ylaysak, to'y qilgandan keyin shu qanda qilganda, masalan, bolamiz bo'ldi-ku. Yaxshi bola tarbiyalashga hamda bir qanda qilganda o'ziga ishongan uchun bo'lsa-chu. O'zini qo'yib beradigan erkin azarda yaxshi bola tarbiyalab bo'ldi deb o'ylaysizlar. Ana bo'lgandan keyingi xizmatlarga tayyorlig'inglar bormi deydi. Bu xizmat deganlik bola tarbiyalashdan iborat umrlik xizmat. Mushuningga nisbatan yaxshi bir farzand, o'ziga ishonadigan bir farzand tarbiyalaydiganga ideya tayyorlig'inglar va yoki o'g'inish qilgan jarayoninglar bormi deydi. Ba deganlar qo'l ko'tarib yiqinglar. Menimcha to'y ishidagi qizlardan bu savol bek baldurliq hisoblanmaydi. Chunki u kelgusida o'zining ona bo'lganligini his qiladi va yoki shuningga addisi balalik vaqtimizda qo'nchoq tutgan holtimizda bizning onalikqa aldirayotganimiz. Bir mehribonlik, qo'nchiqimizni balam deb singdirib etamiz. Apalarimiz maslik keladi. Bizning kelgusidagi onaligimizni qo'nchoqni baliqgan holtimizdan ko'radi deyli. Xo'sh, endi hozir bunday real tema. Ana bo'lishqa va yoki farzand tarbiyalashga nisbatan intilishinglar bormi? Men o'zim kichik bolalarni ayt yaxshi ko'rma. Odatda masalan do'stlarimning bolalari, adilarimning bolalari bo'lsa-mu, kichik bolalar meni bek yaxshi ko'rdi, chiqishib qolma. O'zim bir xil bola mijoz mening. Biroq bu u yoqdan to'y qilib, bu yoqdan bolalar qo'laydi desa, uni qabul qila olmayman. Chunki mening kasbimga mos kelmaydi hozir o'zim. Baldur balliq bo'lishdan qabul qila olmaysiz. Ancha qabul qila olmayman. Ammo bola tarbiyalash kelganda men o'ylayman, bola degan o'lchamlik mukammal bir oilada cho'ng qilsa deb. Ashta o'ylayman. Sizning nazaringizga o'lchamlik mukammal oila qanday hisoblanadi? O'lchamlik mukammal oila deganimiz mayli er tarafdan bo'lsin, mayli ayol tarafdan bo'lsin, chuqurmush oilaga ko'ngil bilib, boshdan oxir bolani bir qo'lliq o'zi beqib qator qo'ysa deb o'ylayman. O'zingiz oilaga vaqt chiqarmaysiz, lekin cho'q oiladan bir odam bolaga yaxshi muomala qilsa deb. Kunduz men qarsam, kechsiz qarsangiz bo'ldi emasmi? Deb o'ylamsiz. Maqbuzada sizlar bolalarni psixik jihatdan yetaklash turini yo'l qo'ygan-ku deyman-a. Sizlarning oldinglarga davolanishga yoki yetaklanish keladigan yosh o'smirlarda yoki kichik bolalarda ko'rilayotgan umumyuzlik masalalar, masalan, yig'ib esa qaysi nuqtadan kelyotidi? Bizning oldimizga ko'pincha ota-onalar ballarımızdan məsələ görüldü. Ballarımızı mandaq tərbiyələb bəsiniz, andaq tərbiyələb bəsiniz deb turub əkilidu. Əməliyyatda ballar bir aq qağaz. Bu
qog'ozga qanday xat yozish dal biz ota-onalardagi ish. Bayam bu inimiz naydi yaxshi bir qizlardan savol so'rdi. Har qanday bir ota-ona bola tug'ilgandan keyin hech qanday bir tayyorliqsiz holatda ya dada bo'ladi yoki ona bo'lib qoladi. Amaliyotda bola tarbiyalash, bolani cho'ng qilish bu eng o'rganishga tegishli bo'lgan muhim bir nuqta. Şunu bizning yinimizga keldigan aşu mesele ko'rilgan bolalar, ba'zilarning aytdi, ig'ir psixikalik masalalar ko'rilgan bolalar bor. Bularning hammasining sababi nada deganda, dal mushu ota-onalarning shu bolalar kichik vaqtida ketkizib qo'ygan savalliklari, diqqat qilinmagan nuqtalardan bolalarda masalalar shakllangan. Bolaning dastlabki kichik munosabati ota-ona bilan boshlandi. Bu munosabat nihoyat bir yaxshi o'rnatilgan bo'lsa, bu balaning shaxsiyati sog'lom taraqqiy qila oladi. Shunga har bir qiz, har bir yigit o'zi ota-ona bo'lish oldida buningga bir tayyorligi bo'lish kerak. Bu to'g'riliq ba'zi bir psixikalik bilimlarni, bolalarning ehtiyojlarini bularni tushunish kerak deb qaraymiz. Shunda qilganda bizning yinimizga keladigan bolalarmi bag'ancha aziydi. Agar mushu yangi oilaga ota-ona tayyorlik bilan mushu farzand tarbiyasiga atlansa, tayyorlik bilan bolalik bo'lgan bir holat shakllansa, demak, buningdan keyingi 6 avlodiga bular cho'ng bir to'p qo'shgan bo'ladi. Rahmat. Ayol kishi demisimi o'zi bilan qo'shib necha avlodga ta'sir ko'rsatadi. Mushu nuqtada Mehmet Ali ko'pchilik qizlarga sagaklashtiradigan bir savolni akapti. Yaxshi bo'pti, rahmat inim. Xo'sh, undaq bo'lsa sizning dada bo'lishga tayyorligingiz bormi? Albatta, farzand tarbiyasini ona yolg'iz ijro qiladigan tarbiya emas. Siz agar dada bo'lganingizda farzandingizga qanday yuzlanasiz? Sizcha siz yaxshi dada bo'la olamsiz? Eng mukammal deb ketamayman, lekin azroq tayyorlik bor. Agar siz dada bo'lsangiz, balangiz sizdagi qaysi kamchilikni doğrumasa, qaysi ortiqchilikni az xush bo'lasiz? Birinchidan dadil bo'lsa bo'lamchi. Ananiki shu hissiyotlarni ravan ifodalay o'zini yoqtirmaydigan narsa bo'lsa, yoqtirmayman deb ifodalasa, undan keyin o'z oldiga maydon bo'lsa, o'ziga ishonch bo'lsa deb o'ylayman. Mush narsa sizda bormi, yo'qmi? Ba'zilar bor, ba'zilar boshlab bo'layotadi. Demak, dadillik, o'ziga bo'lgan ishonch jihatda siz o'zingizni sal ayblab qolasiz. Bo'lsa balangiz u jihat sizni ishib ketsa deb o'ylaysiz, shunaqmi? To'g'ri. Xo'sh, mush savolni qizlar sizlardan so'rab baqay. Agar farzandinglar bo'lib qolganida qaysi tarafinglarni doğrusu xush bo'lsizlar? Qaysi tarafinglarni doğrumiskan deb orzu qilasizlar? Men shaxsan endi bek achchig'im kelib qolsa, qat'iy qulqim gap kirmaydi-ku. Batiribimni qat'iy doğrab qolmizga, mijoz xulqim yo'qib qolmizga. Kayfiyat kontrol qilishni o'rgansizga deb o'ylaydigan-sizda, Nadiya. Mening hamma tarafim tasdiq deyman men. Men o'zimni kamchilik. O'zimdan 1-0 tug'sam deb o'ylaydigan-sizda. Hozircha o'ylash bilamoqsizda. Men hozir o'ylashimdan taxir. Ancha mening yaxshi tarafimni qabul qilib, kamchiligimni to'g'rimizga deb. Sizning kamchiligingiz nima? Mening kamchiligim bo'lsa, mening mijozim ishtik. Asal ochiqlab ketmaychi. Mening navodi kelgusi farzandim bo'lib qolsa, mendek joyli bo'lib qolmasa deb o'ylayman. Uning ustiga mening bek ochiqim yomon. Misherim doğrab qolmasa bo'ldi. Men bo'lsa, yuraklik bo'lsa, dadil bo'lsa deb o'ylayman. Chunki men ancha bek yuraklik emas. Mening biliq mijozim bek ishtik ba'zi. Ochiqim kelsa o'zim tuta olmayman qat'iy. O'zim tuta olmaylik bir gaplarni deb birdan bo'lgan gap, men gapni demsam bo'pti deb o'ylab qolmayman. Shu mijozim doğrab qolmasa, so'g'aqqan, o'zini tutib oldigan bo'lsa deb o'ylayman. Qaranglar qizlar, vujudimizga to'ralgan farzand qiningizdan, so'nkingizdan, teringizdan, hammadan o'rnak elib yasaladi. Demak, hozirning o'zida kamchilikimizni bayqash, ulgurdikanmiz deganga asos. Fursatinglar bor. Agar hozirdan boshlab o'zinglardagi kamchilikni yipishqa, tugutishga aldirsanglar, ortiqchilikni, o'rganishga tegishli joylarni, to'liqlashga tegishli nuqtalarni hozirdan boshlab to'liq qilsanglar, menimcha bir baxtli farzandning onasi bo'lish huquqinglar ham shundaq baxtli musofanglar ko'z oldinglarda. Albatta, Mehmetli inimga deydiganimiz shu. Kamchilikni qo'yib, ortiqchiligimni ol balam deyish uchun biz hozirdan boshlab kamchiliklarni vaqtida bayqab tuzishga aldiraylik,
Bir farzandning bir oilada xo'shal xo'ram, bexatarlik tuyg'usiga ega bo'lib cho'ng bo'lishi dal shu ata onalarning kayfiyati bilan munosabatlik. Nurg'un bolalardagi tirnoq tishlash bu tashvishlik kayfiyatining ifodasi kichik bolalarda ko'proq mushkul ahvol ko'rildi. Bu nima deganda dal ata onalarning passiv kayfiyatlarining ta'siriga uchrab ketgan. Bevosita bolaga chiqmasimi, er ayol o'zaro ailedagi munosabatda shundoq xo'shal bo'lmagan kayfiyatlar bo'lganlikdan bolalarga ta'sir qilib, bolalarda bir qo'rqish, bularning dunyosiga nisbatan bir tahdid bo'lgan, bir qo'rqinish ichida qolganlikdan jiddiylashib turadigan, tashvishlanib turadigan, yuraksiz shundoq farzandlar ko'plab bizning oldimizga keladi. Bular uchun kerakli bo'lgan bir xo'shal oila kayfiyati. Endi ayollardagi xo'shallik bo'libmi, bolaga bevosita ta'sir qiladi. Shunga endi har qanday bir qiz buningdan keyingi hayotida oila qurgandan keyin ham o'zininki shu kay tarafı bilan yo'yong tarafini har shaklisini ishga oshira olsa, bu oila nayt bir baxtlik, xo'shal xuramliq cho'mgan farzandlarninki baxt beshigi bo'lib qurilib chiqadi. Mushu tarafdan qizlarimizning ko'proq diqqat qilishini umid qilaman. Rahmat. Undaq bo'lsa biz ikkinchi bosqichga kiraylikmi? Qani, ekran qaranglar. Sesga kirib yana yetibdi. Hey, navaçay demligine? Hey, qaysi navaçay? Hey, qaçanğıcı şundaq sesga kirib, kechimi kunduz sorundab jursiz. Hey, bu sorun tugumamda. Keşke sorun deb içip, elang-selang dassab nishad sesga kirib. Hey, qaçanğıcı bir yaxshi o'timiz biz. Ben qaçanğıcı yolg'iz ayol bo'lib, siz bilan munishamay yurma. Hey, qaçan ishimiz bir udum-udum qarshi başrada bir choy ichamiz. Hey, o'ylab beqing. Bas soruningiz bo'lsa, hech bo'lmasa bir uchiga bering. Shikkaksa bir bahona ko'rsatib, boramayman degan gapni qilamamsiz. Yo, jiningiz qichingiz og'rimasa, yo teningiz qichingiz og'rimasa sizning qanday qilamiz biz? Ya to'xta. Bu shahar birisi kelsa, birisi ketayotgan, asmangdim deb telefon urayotgan. Men qanday qilib oldiga chiqmasa? Bizning savoddosh do'stlarimiz bor-ku, ha? Ay, birisi kelsa, anotkin birisi o'zini so'rab mundaq keladi. Har ishga o'z yo'lda bo'lmamdi. Ay, o'shundan oshirib aytgan bormi? Sen nim demoqchi? Men uydan talay chiqmadan saymaqim bo'ldi demoqchimi? Sen shunday demoqchi-ku? To'liq jiq so'zlamay bir chayakla. Ha, men endi jiq so'zlagan, to'l so'zlayotgan odam bo'lib qoldimmi? Ha? Ortiq ko'rinyapamdim. Shundaymi? Ay, yaxshilik qilib gap qo'yaman men sizga. Ay, qachongacha o'ng'isholmaysiz? Hamma sizga foydali gaplar-ku bu. Chidig'angi chiqagan qanday qilsa? Nima? Chidig'angi chiqagan? Endi ko'rib turing qani. Neymiş bu? Şu? Ayolning soyisiga mushtanglayotgandan keyin patangdan ilib akirkatdi ayolni, ha? Urib solganmidi sizcha? Mencha kayfiyat bo'lganda balki. Kayfiyatdimi? Bu ayol nimsh qilib qo'ydi? O'ch oldimi? Nimsh qildi endi? Buni men de shu yerini doğrayman deb qildim. Sizcha shu doğrag'an oldi güzel ko'rindimi? Sizchi? Sizda beqa men sizdan so'rayapman. Mencha toza yaxshi emas. Toza yaxshi emas, ha? Qani qizlar. Sendan ben qalamdim deb bir ayolni ayliq bo'g'il bo'lmaydi menimcha. Mayli er kishi bo'lsin, mayli ayol kishi bo'lsin. Men sen er kishini sen chinimasroq ko'rdim, rost gap qilsam. Endi ayolni shunda yaxshi gap qildi. Badagan sorunni azaltding. Ben şu pas üçük bering deb yaxshi gap qildi. Qo'l kirmadi. Shunda ayol o'yladi endi. Sen qamamilni men sen qaytib beray. Qanday hissiyat bo'lsa deb o'ylagan bo'lishi mumkin endi yaxshi jihatdan o'ylasak. Endi aroq ishkini to'g'ri bo'lmabdi ayol kishining, lekin endi er kishi ba'zi vaqtda bir qatam qiling, ikki qatam qiling qilayversa ayol kishining ko'nglida balkim
o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Sen qilgan muomalani men qilib boqay, sen qanday hissiyat bo'lsa, mening hissiyotimni bilib boqayin degandek tushundim endi. Menimcha bu ayolning qilgani to'g'ri deb o'ylayman. Nimishqa deganda bu ayol yo'ldoshiga aytib kuyunidi. Bir chiroyli o'ltirib dedi, "Ba'man demdi so'rang, bas so'rini uchiga bering, ikkisiga sabab deb ba'msangiz bo'ldi-ku" degan vaqtidimi, er kishi bu gapni yemay, yana qo'l tekizmoqchi bo'lgan. Shunda bo'lgankan, cho'qim ko'rsatib qo'yish kerak-da er kishiga o'zining qanday hissiyati bo'lganligini. Men o'qmasam ish taqlatdim. Endi biz diqqatimizni qonun nuqtasiga markazlashtirib baqaylik qani. Maryam Gulada aroq sabablik mush er kishi va yoki qisman Allohda ayol kishi aroqqa ziyoda berilib buzilayotgan oilalarmi oldingizga kelgan. Mushundaq dilolar ustida o'ylangan, kechilar kirib qaqmagan vaqtlaringizmi bormi? Undaq vaqtlarmı haqiqatan ko'p. Nurg'un oilalar bor. Ham buningda erlarning ajrashman deb keldigan dilolar asosan az uchraydi. Erlar ajrashman deb biri keladi. Uningga har qancha panda nasihat qilgan bilanmi, keyniga yongan erni men ko'midim desammi bo'ldi. Men mush kesib bilan shug'ullanayotganli 30 yilga yaqin bo'ldi. Mush jarayonda men ajrashman deb bir qarorga kelib men yoki boshqalar har qancha nasihat qilsaqmi keyniga yongan er yo'q. Lekin ayol kishilarni o'shga yig'ida qo'ymiz. Nurg'un dard azoblar bilan yoki erlarning xo'rlashlari bilan ajrashman deb keladi. O'sha ayolga biz tasalli bersak yoki o'sha bolalarni ko'z oldiga keltirib xizmat ishlasak, bu ayol haqiqatan ish kelindi. Yana qat'iy niyatlar kelib sud mahkamasiga arz bergandan keyinmi yo'ldishi o'sha xatoligini to'nig'anligini ayolidan kechirim so'rab qolsa yoki ayolini yaxshi ko'rdiganligini deb qolsa, yana hech qanday shartsiz holda, tamossiz, muddasiz holda yana arzini qaytarilib uyga qaytib ketadigan ayollarimiz intayin ko'p. Ham ayollarimiz erlar qaraganda oilani bekrak so'ydi, bolalarining yetim bo'lib qolmasligini oldin qo'rin qo'ydi. Hamda ayollarni o'shkiyag'i deyishda hamda ko'nglining yumshoqligidan deb qo'ydikmi, lekin buning salbiy hech qanday bir tarbiya yo'q. Mushundaq dilolarda bo'pmi, bir bolasi bo'lsa, mayli 2 bolalik, 3 bolalik bo'lgan nurg'un dilolarda oldimizga kelsa, men izchil xizmat ishlayman mushu az qilmaslik, yarışib qilish, eriga qanday muomala qilish, eriga yo'ldishiga qanday chiroyli ko'rinsa bo'ldiganligi, qanday tatlı gaplarni qilsa bo'ldiganligi to'g'riliq o'zimning bir ana, ayollik salohiyatim bilanmi kasbimni bir yoqqa qo'yib qo'yib xizmat ishlaydigan dilolarim haqiqatan ko'p. Hamda bir qism ayollarning oila tatiyotgan zulmlarga haqiqatan chidab bo'g'ilmaydi. Masalan, yuqorqi videodek, filmdek, mush eri izchil haraq ichadigan, nurg'un erlar haraq ichib kelsa, uy kelib, o'sha xotin bolalarni yotqizmaydi, tangatqichang azoblaydi, ayolini urdi, oila majrasi qildi, lekin 10-20 yillab, hatta 30-40 yil chidaydigan bichara onlarimiz bor. Ammo shundaq onlarning dardlarini anglaganda, mayli helg'u 1-2 bolasi ekan, 10 bolasi bo'lsa-mu, mush ayolga uyingni tut deydiganga odamning dili ko'ydi, tili ko'ydi. Hamda barliq xonim qizlarimiz aman bo'lsin, baxtin bersin, hammasi yaxshi erlar nasib bo'lsin. Erlarimizmi mushu ayolligini, bolalarning, farzandlarining tarbiyalanishini oldin qo'rin qo'ysa, ko'pchilikka deb qo'ydigan mushu tavsiyayim hamda bolalarimiz yetim bo'lmasa. Rahmat. Maryam Guladam degandek, erlarimiz maslik ko'chasiga kirib ketdi degan gap, oilaga nasliga yaqinlashadi degan gap. Mayli qonun nuqtasidan xonim qizlarimizning huquq manfaati izchil qo'g'dilayotgan ajoyib go'zal davranda, ajoyib muqim, inoq bir davlatda yashayotganimizdan faxrlanamiz yo'q, lekin kichkin oila majrasi qoida 4 tomning sirtiga chiqmagan vaqtda oilada azoblandigini, xo'rliq tortidigini, ojiz bo'lib bo'zak bo'ldigini ko'pincha ayollar bo'lib qelyotdi. Endi bu nuqtada qisman ayollarmi o'ch olaman va yoki sen qilganni men qilaman deb garchi erning ustiga chiqaman desimi, hech vaqt ayol kishi yengib bo'lmaydi ekan. Endi bu nuqtada bugungi programmamiz orqali aytadiganimiz mushu ziyoda ishchimlik yoki chekimlikka berilib oilalarni xonavayron qilayotgan erlarimiz samida bo'lsa, siz bir oilani emas, necha avlod kishini vayron qilyapsiz. Demak, siz balkim qonunning sirtida jazo o'tmadingiz va yoki siz to'rdan tushib qoldingiz. Lekin siz cho'qim o'zingizning avlodidagi xorliq orqali bu jazoni tortasiz. Shunga bu nuqtada biz mas'uliyatchan ailaga kuyimi bor, ayolning bir yerga kelib baxtli oila qurishini bakmi umid qilamiz. Qani, undaq bo'lsa ikkinchi bosqichni mishadrak oxirlashtirsak, hammalarning fikri yana bir yerda. Undaq bo'lsa biz 3-chi bosqichga kirdik qizlar.
Bu bosqichda ba'zi sonlar qizlar sal qiynalib qelyapti, ba'zi sonlar o'g'illar qiynalib qelyapti. Demak, mush turmushda boshqalarning ortiqchiligini bayqaydigan ko'zimizni pichoqni bilgandek bilib o'tkirlashtirib turaylik. Telefon qaragan vaqtimizda telefonni yon qo'yib qo'yib, mening opamning nima ortiqchiligi bor, dadamning nima ortiqchiligi bor deb ortiqchiligini o'ziga deb beraylik. Ailemdekilarning, do'stimning, yaqinimning nima ortiqchiligi bor deb ko'zib boqaylik, qani kimning ko'zi o'tkirlashmaydi. O'tkir ko'zingizni ishlatib ukam. Qizlarning ortiqchiligini bayon qilib ketgan qani. Bugungi sondagi bu qizlar qanday qizlar ekan? Mesela birinchidan chiroyli. Chiroyli. Xushxo'y. Xushxo'y. Hammaylarmi yoki birlarga qarab tavatamsiz? Asosan hammaylar. Hammaylarni. Chiroyli, xushxo'y, ha. Ondan o'ziga ishindi. O'ziga ishindi. Bu taraf sizga bak yardi-ya. Yardi. Mustaqil chiqish uchun bu çok o'ziga ishindi hozirroq jur'at qilish kerak. Bo'ldi. Endi qizlar. Mehmet Ali bir xil ko'zimga tirishchan, andan keyin talabchan, mas'uliyatchan ko'rindi. Shu alayligingizni bayqadim sizdan. Rahmat. Tirishchan, talabchan, mas'uliyatchan. Subinur. Pakiz. Pakiz. Yurish turish, andiki aqlliq. Aqlliq. Mas'uliyatchan. Mas'uliyatchan. Demak, qizlar talabidagi nurg'un yorqin nuqtalar sizda bor ekan. Qizlar e'tirof qilyapti. G'ayrat qiling, enim undaq bo'lsa oxirgi bosqichga kirib ketdik. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya tiyatri, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun küçük murasimlarını planlaş ve ötküzüş. Şirketlerin teşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi. Yeni asr to'y mulozimat markazi. To somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Hayotingizdagi unutilg'isiz eslamalarni qoldiradigan to'y marikangizning texmi go'zal, ma'nalik bo'lishi uchun yangi asr to'y mulozimat markazimiz har xil to'y mashinalari, to'y kiyim, to'y girim, to'y suratchiligini siz uchun tayyor qildik. Yetim misr meyitlarga bahoda alohida e'tibor qilamiz. Baxt qo'ynida jilvalangan kulkingizni ko'rish bizning nishonimiz. Undaqda darhol biz bilan aloqalashing. Yeni asr to'y mulozimat markazi. G'ayrat qiling, enim undaq bo'lsa oxirgi bosqichga kirib ketdik. 3 2 Ba'zicha maqtangdisi maqtab chiroq o'chirib yutadi shu. Balkim ba'zi men diyamagan yoqtirmagan taraflari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu. Balkim, ha? Balkim meniki ko'nglimni avaylab sahnada xijilib qolmasin deb. Bu ham ortiqchilik, ha? Ko'nglingizni ayig'andi balkim. Va yoki maskamaydi ekanmiz deb o'ylagandi. Balkim. Bo'ldi enim. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Xayr xo'sh. Dastlabda programmamiz suratga olingan bosqichlarda men chiroq o'chirilgan holatdan bakmi bearam bo'latdim. Ko'ngil ayab bo'lsam saqlab qolsa bo'lmamdi debmi qolgan vaqtlarim yo'q emas. Lekin o'ylab baqsam, turmush ko'ngil ayash bilan, yaxshi ko'rmagan yigitga ko'ngil berish bilan baxtli bo'lmaydi. Yoki yaxshi ko'rmagan qizni majburiy sahnadan olib ketish bilanmi bak go'zal natija chiqmaydi. Qiz yigitlar erkin ixtiyoriy yo'sinda, eng muhim o'zining qonunli huquq manfaatini qo'g'dab turib, sahnamizda tanlash, shallashlarni ib beryapti. Biz yanada go'zal natijalarni kutamiz. O'tgan sandim aytdim, umid insonning ikkinchi yuragi deb. Yuragimiz so'qishdan hargizmi to'xtab qolmasin. Qadamlarimiz harimaydi, chunki Shinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Cheklik Shirkatimiz programmamizni davomli ajr bilan ishlayapti. Ko'pning kuchi ko'pkan. Hammamiz birlikda programmamizni texnik yaxshi ishlashga tirishimiz. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Kalem kaşlık asmandaki ayının özü. Men köygen kız bay akamның yalğız kızı. Kalem kaşlık asmandaki ayının özü. Bıkıp yassam yar öyeni men gündüzü.
kecha yar uyiga elchi keptu. Elchi keptu yar uyiga elchi keptu. Men borguncha yar uyiga elchi